Arnada konkurs. Basta priz iPhone 11 Pro. 50 000, 30 000, 20 000, eng azi 10 000 tenge. Bizde konkurs bastaldi dostlar. Konkursga qatsuv bari xonay dostlar. Қазірнің o'zi kommentariyaga ya qatsam deb yozingizlar. Keyingi videoda men barini tushuntirayotgan bo'laman. Onda videoni boshladik. Qaljin emas Canelo Messiga ses ko'rsatdi. Tanimali meksikalik bokschi Saul Canelo Alvarez Argentina quramasining qo'shboshchisi Lionel Messining Meksikani jenggandan keyin qarsilas komanda o'yinchisining futbolkasi men yerda surtib yotgan videosi ashulandi. Messi kiyim avustirатын bo'lmadi. Quvonishdan oyoq ostidagi zatlarni ko'rmay qolganda bo'luvi mumkin, biroq Canelo buni bayqab qoldi. Messi tuğumuz bar futbolka men yeden juvib yatqanini ko'rdimmi? Ol mening qo'lima tushbes uchun Xudaydan duo yetemin. Men Argentina qalay hurmatlayman. Sizde Meksikani hurmatlaysiz. Men bu жағдайda yel Argentina turali emas, Messi turali aytib o'tirman debdi. Esga salayıq, bo'lgan deyin Argentina quramasi birinchi turdagi sensatsiyalik jengisidan keyin Meksika quramasida o'ynab, Qatardagi Olim chempionatidagi alqashqi 3 upayimen yenishilangan edi. Tobining sheshu matchlari 30-qarasha o'tadi. Argentina, Polsha men Meksika, Saudiya Arabiya men kuch sinasadi. Mike Tyson Messiga qo'qan loqi ko'rsatgani Caneloning o'rnini qo'ydi. Kasbqo'y boksda asa og'ir salmoqda olimning absolyut chempioni bo'lgan Mike Tyson Lionel Messiga qo'qan loqi ko'rsatgan meksikalik bokschi Saul Canelo Alvarezni o'rnini qo'ydi. Meksikani o'tgan so'ng kiyim avustirib bo'lmasinde Argentinaliklar jenisni to'ylagandikdan qarsilasi komanda o'yinchisining jeydesin yerda yotganini hech kim nazar audarmagan. Alayda allummettik jelida so'ng bayqab qo'ygan Canelo futbolchiga o'ng qatdi. Messining oyog'ini aslında bizning yelni tu beynilangan jeyda ko'rdingizlarmi? Xudaydan onu tavib almasam ekan deb tilayman. Men Argentinani qalay siylasam da, ularda Meksikani solay hurmatlasin. Men Argentina jayli emas, tek Messi turasida aytib o'tirman deb yozibdi Alvarez Twitter paraqshasida. So'dan so'ng Tyson Diego Maradonaning qo'ltanbasin qo'yilgan Argentinaning jeydesin kiyib Messiga qo'ldoq bildirdi. Canelo degan birov Meksikaga qo'qan loqi ko'rsatib jatir ekan. Agar Messiga o'ning savsog'ining ishi yetim bo'lsa, men ulkan uzilishdan keyin sharcha alanga qayta o'raluga majbur bo'laman deb yozibdi 56 yoshli Tyson Twitter paraqshasida. Sizlar men sport janaliqlari bo'ldi. Arnaga kelib videoga like bosuvni unutmangizlar. Eng so'nggi janaliqlar tek qana bizda bo'ladi.